Assalomu alaykum hamyurtlar. Hozir men sizlarga kelgan bemorimizning MRTsini ko'rsatib, o'qib sizlarga aytmoqchiman. Xulosasi MRTni bel dumg'aza umurtqa pog'onasining osteoxondrozi, 4 va 5-bel umurtqalari va 5-bel umurtqasi 1-dumg'aza umurtqalari disk churrasi, bu yerda 4,5 mm chiqqan sentralniy grija deyilgan. 3 va 5-bel umurtqalar orasida sariq bog'lamning gipertrofiyasi, ya'ni sariq bog'lamning qalinlashishi va 5-bel umurtqasi va dumg'aza 1da umurtqa kanalining stenozi yozilgan va spondilyoz yozilgan. Hozir shu bemor bilan suhbat o'tkazamiz. Ochiqcha suhbat o'tkazamiz-da. Hozir biz suhbat o'tkazamiz bemor bilan. Amaki 70 yoshlar, bel sohasida umurtqa pog'onasi grijasi bor edi. 4-5 cm, keyin listeziya ham bordi, keyin sariq bog'lam gipertrofiyasi. Endi kelgandagi shikoyat, amaki o'zingiz ayting-da. Qanaqa shikoyatlaringiz bor edi kelganingizda? Oyog'im og'rib, yurolmay qoldim. O'tirganimda og'rimasdi. Faqat yurganimda og'ridi. Keyin belim, bel sohasida og'riq bor edi. Og'riq shunday tortib, oyoqqa beramidi? Hozir 3 ta PRP terapiya qildik. Hozir ancha yaxshilar. Xudoga shukr. Og'riq qoldimi? Yaxshi yuribman. Yurib ko'rsatasizmi? Og'riq yo'qmi? Og'riq yo'q. Endi oyog'ingiz uchida yurib qayting. Og'riq yo'q-a? Hozir bemalol yuryapsiz-da. Muolajalarga ko'zdan ko'rish. Bemorimiz ancha yaxshilar, xudoga shukr. Muolajalarni PRP 3 ta oldik. Xursandlar. Xudo xolasa mashqlarni ham buyuramiz. Mashqlarni buyurganimizdan keyin shuni doimiy bajarib tursangiz, uncha semizmasiz, sizni sahringiz yo'q. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasiz. Rahmat. Sizga rahmat, sog' bo'ling.